Assalomu alaykum, Hayot balansi kanalida bugun ajoyib o'simlik, ya'ni testosteronni oshiradi, qandni tushiradi, homilador ayollarda va emiziklilarda sutni ko'paytiradi. Bu o'simlik Hilba, ya'ni fenugreek o'simligi haqida gaplashamiz. Bu qanchalar haqiqat va qanchalar yolg'on va buni bugun shifokor darajasida bilib olasiz. Fenugreek bu biz bilgan Hilba o'simligi. Bu o'simlikni asosan Hindiston va Pokiston orqali bizga olib kirishadi. Hamda bizning oshxonamizda bu o'simlik juda ham keng tarqalgan deb ayta olaman. Lekin buni Hilba ekanligini ko'pchilik bilmaydi. Hattoki yeyotgan roltoningiz tarkibida ham albatta Hilba o'simligi bor va yoqimli ta'mni aynan Hilba beradi. Va bu o'simlik moddasi nima ekanligini yaxshiroq bilishni istasangiz, ekranni oldiga yaqinroq keling, telefoningizni yaxshilab ushlab oling va uni ichidagi kommentariy joyida albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz bilan Hayot balansi jamoasi o'z faoliyatini boshladi. Hilba o'zi sportchilar uchunmi, ayollar uchunmi yoki erkaklar uchunmi? Bu haqda to'xtalishdan oldin Hilba haqidagi buyuk bir kimyogar olim Genri Kavendishning gapini aytib o'taman. Ya'ni u Hindistonga safari chog'ida aytadiki, agar Hilbani tarozining bir pallasiga qo'yadigan bo'lsak, ikkinchi pallasiga tilla qo'yadigan bo'lsak, Hilba og'irroq keladi. Chunki bu o'simlik tarkibidagi moddalar butun inson tanasidagi ko'plab kasalliklarni davolash xususiyatiga ega degan edi. Va bu ximik haqiqatda o'zini to'g'ri fikrlarni aytgan. Men shaxsan shifokor sifatida fenugreekni o'z tajribamda ko'plab ayollarning hayotini yaxshilanishiga sabab bo'lganligiga guvoh bo'lganman. Undan tashqari, fenugreek bizning tanamizda modda almashinuvini yaxshilab beradi. Prolaktin miqdorini normallashtiradi va ayollarda estrogenni va bachadon faoliyatini yaxshilaydi. Bachadon muskullari faoliyatini ham yaxshilab beradi. Undan tashqari nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Masalan, og'ir atletika bilan shug'ullanadigan ko'plab sportchilar ushbu mahsulotni qabul qiladi va o'zlarining tanasida tabiiy testosteronni oshirib olishadi. Buning natijasida esa ular sport ko'rsatkichlarini yaxshilab olishadi. Hilba bu oddiy o'simlik emas. U gormonning tabiiy modulyatori hisoblanadi. Hilba tarkibida saponinlar, diasgenin, tolalar, alkaloidlar va mikroelementlar juda ham ko'p saqlanganligi uchun bizning tanamizni qo'llab-quvvatlashi juda ham kuchli. Undan tashqari, ayollarda u shu darajada iste'mol qilingan paytda 2-4 haftadan keyin terining hidi juda ham yoqimli bo'lib boshlaydi. Va siz terlaganingizda endi noxush hid emas, balki sizdan xushbo'y hid taralishni boshlaydi. Va bu aynan ayollarning hind sohasi va jinsiy organlaridagi hidlanishlarni yo'qotib beruvchi tabiiy vosita hisoblanadi. Va bu ma'lumotlar aynan Ibn Sinoning tib qonunlari kitobida keladi. Hilbaning tarkibidagi saponinlar va aynan diasgenin moddasi bizning tanamizga testosteronni uyg'otuvchi va estrogenni faollashtiruvchi ta'sir qiladi. Bu bilan erkaklarda libido kuchayadi, ayollarda ham qandagi muammolar yo'qolishni boshlaydi. Hattoki surunkali sistit bilan og'rigan ayollarimizda ham bu juda ham yaxshi effekt bergan. Faqat shu o'rinda surunkali sistitga yana bitta qo'shimcha zo'r moddani aytib o'taman. Bu D-mannoza, ya'ni glyukva sharbatidan olinadigan monosaxarid hisoblanadi. Bu ham surunkali sistitni davolash uchun juda ham foydali modda. Va uni iste'mol qilishni xohlasangiz, albatta o'zingizning urolog shifokoringiz bilan maslahatlashib qo'yganingiz ma'qul. Fenugreek tarkibidagi ba'zi bir moddalar borki, u insulin rezistentlikni kamaytiradi va qondagi shakarni tushirib beradi. Ya'ni uni tarkibidagi tolalar miqdori ko'p bo'lganligi uchun xuddi juda ham qimmat bo'lgan dorilar kabi ta'sir qiladi. Ichakning retseptorlariga boradi va GLP-1 va GLP-2 retseptorlarini bloklash xususiyatiga ega. Buning natijasida bizning tanamiz qandni o'zlashtirilishi tushadi va qonda qand miqdori tushib ketayotgan paytda inson tanasi uni to'ldirish uchun yog'larni eritishni boshlaydi. Shuning uchun ozayotgan ayollarimiz va erkaklarimiz uchun ham bu juda ham eng yaxshi tabiiy yechim hisoblanadi. Lekin har qanday narsaning foydali jihatidan keyin albatta uning qarshi ko'rsatmalarini bilishimiz kerak. Albatta ikkinchi tip diabet hamda insulin rezistentlikka ta'sir qiladi. Birinchi tip diabet haqida biz alohida video olganmiz va birinchi tip diabetga umuman faqat insulindan boshqa narsa yordam bera olmasligini alohida tushuntirib o'tganmiz.
Shuning uchun ushbu videoni to'liq ko'rib chiqishingiz mumkinligini tavsiya etamiz. Testosteronning qo'llab-quvvatlanishi aynan yuqorida aytib o'tgan diaskinin moddasi bilan bog'liq va aynan mana shu diaskinin moddasi bizning tanamizda ko'plab gormonlarni stimul qilganligi qatorida testosteronni ham stimullaydi. Buning natijasida erkaklarda mushak massasi yaxshilanadi, qomat chiroylilashadi, sochlar to'kilishi esa kamayadi. Agar sochlar to'kilayotgan bo'lsa, bu testosteronning fraksiyalaridagi muammo bilan bo'lishi mumkin. Bu esa aynan gumoral soch to'kilishiga sabab degani. Ya'ni bizning tanamizda dihidrotestosteron miqdori oshib ketsa, soch to'kilishi kuchayib ketadi. Soch to'kilishi haqida ko'proq ma'lumotni bilishni xohlasangiz, keyingi videolarimizni kuzatib boring va aynan biz soch to'kilishi haqida video olishni rejalashtirmoqdamiz. Kommentariyada o'z xulosalaringizni yozib qoldiring. Hilbaning ayollarga ta'siri esa juda ham ajoyib. Ya'ni ayollar tanasiga hilba kirib borgan paytda ularni ham estrogenni kuchaytiradi, ham prolaktinni kuchaytiradi. Prolaktin bu mehr gormoni hisoblanadi hamda bizni tanamizda prolaktin ko'payishi bilan ko'krak bezlari faoliyati yaxshilanadi. Aynan emizikli davrda, ya'ni laktatsion davrda bolasiga sut yetkazib bera olmayotgan ayollarimiz hilba damlamasini iste'mol qilgan paytda juda ham yaxshi natijalar olishlari mumkin. Buni tayyorlashni retsepti quyidagicha bo'ladi. Bir desert qoshiqdagi hilba 400 ml suvda qaynatiladi. Ya'ni 20 daqiqa davomida qaynagan suvga bir desert qoshiqdagi hilba solinadi va 2 daqiqa birgalikda qaynashi kutiladi. Va natijada olingan damlama tindirib, sovutilgandan so'ng ozgina novot yoki yoqimli shirinlashtirgich orqali tanaga qabul qilinadi. Bunday holatda sizning tanangizda prolaktin stimullanishi hisobiga laktatsion davrda sutni sifatli darajada oshishini kuzatasiz va chaqaloqda qorin dam bo'lishlarini ham kamayganini sezishingiz mumkin. Va buni yoniga yordamchi sifatida arpa bodiyondan foydalanishingizni ham tavsiya qilaman. Hilbaning yana bir narsa, yuqorida aytib o'tganimdek, chaqaloqlarda hazmni yaxshilaydi va katta odamlarda ham aynan hazmni yaxshilash bilan kechadi. Hazmni yaxshilash xususiyati ham uning ijobiy xususiyatlaridan biridir. Hamma ijobiy xususiyatlarni jamlagan bu modda salbiy xususiyatlarga ega emas degan tushunchaga kelishingiz xato bo'ladi. Uning ham o'zini qarshi ko'rsatmalari mavjud va qachondir bu mahsulotni qo'llash taqiqlanishi mumkin. Uning taqiqlanadigan xususiyatlari haqida aniq konkret to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, gormonal tizimga ta'sir qiladi. U ortiqcha qabul qilinganda gormonal disbalans yuzaga keladi. Oshqozon ichakka ta'siri. Uning juda ham ijobiy tomoni, u qabziyatni yo'qotadi, lekin haddan tashqari ko'p qabul qilinganda esa u diareyaga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa bizga yomon ta'siri degani. Uchinchi sababi qon bosimiga ta'siri. Qon bosimini, past bosimni yana tushirib yuborishi mumkin. Chunki ko'plab ayollarimizda o'zi qon bosimi pastroq bo'ladi va ularda yana ham tushib ketishi mumkin. Bunday holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Allergik reaksiyalari. Barcha narsaga bo'lgani kabi bu hilbada ham allergik reaksiyalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Yana bitta narsa, homiladorlik paytida hilbani iste'mol qilishdan ehtiyot bo'ling. Chunki u bachadon mushaklarini tortishtiradi va taranglashishini hisobiga bolani tonusga olib kelishi yoki bo'lmasam homilani birinchi trimestrida u homilani tushib qolishiga sabab bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib iste'mol qilgan ma'qul hisoblanadi. Yana bir narsaga to'xtalib o'tamiz. Ko'pchilik dozalashda xato qiladi. Uning dozalarini alohida siz mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Dozalarni ko'rsatib beramiz. Ya'ni dozalashda urug' shaklida 2-5 gram urug'ni biz qaynatma shakliga keltirib olishimiz kerak. Undan tashqari, agar ekstrakt shakli bo'ladigan bo'lsa, 500-1000 milligramlik kapsula yoki tabletka shaklida iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Va kurs 4-8 hafta 4-8 hafta kurs qilingandan so'ng esa keyingi qabul qilinishlar 2-4 haftadan oshmasligi kerak. Agar shu tartibda iste'mol qilsangiz, sizda umuman nojo'ya ta'sirlar kuzatilmaydi va tanangiz yanada sog'lom, yanada aqlli va yanada go'zal bo'ladi. Hilba hammaga kerak degani emas, to'g'ri odamga to'g'ri vaqtda iste'mol qilish kerak degani. Hilbani hammaga targ'ibot qilishdan biz yiroqmiz. Ammo kerakli insonlar albatta o'z shifokori bilan maslahatlashgan holda yoki bizning kanalimizdagi kommentariyaga yozgan holda bemalol o'z fikrlari yoki o'ziga to'g'ri kelish-kelmasligini bilib olishlari mumkin.
Undan tashqari ehtiyot bo'ladigan joylarni yuqorida sanab o'tdim. Homiladorlik, gormonal kasalliklar hamda past qon bosimi, allergiya holatlarida umuman iste'mol qilmaslik kerak. Eng muhim narsa, 3 ta eng keng tarqalgan xatoni sanab beraman. Birinchisi, tabiiy va xavfsiz degan tushuncha. Tabiiy degani bu xavfsiz degani emas. Shuni esingizdan chiqarmang. Ba'zi bir odamlar batlar deydi, biologik faol qo'shimcha, buni zarari yo'q deydi. Kim aytdi shu gapni? Umuman kim aytdi? Bu noto'g'ri narsa. Chunki har qanday tabiiy narsa, hattoki o'sha aptekadagi eng sun'iy deyotgan dorilaringiz ham o'zi tabiatdan olinadi. Hech kim o'z-o'zidan laboratoriyada bundoq ko'pirtirib paydo qilib qo'ymaydi. Shuning uchun barcha o'simliklar mahsulotlarini qo'llayotganda ham siz tabiiylikdan emas, dozadan ehtiyot bo'ling. Va ikkinchi xato, ko'pchilikka tarqalgan xato. Bu doimiy iste'mol qilish. Bitta narsani yaxshi ekanligini bilib olishsa, bu zo'r deb o'ylashadi. Misol uchun, oldingi videolarimizda biz imbir va jenshen haqida aytib o'tganmiz va hozir fenugreek haqida yaxshi ma'lumotlarni aytdik. Va bu ularning miyasida doim yaxshi degan tushunchani keltirib chiqaradi. Yo'q, unday emas. Har doim ham bitta narsa foydali bo'lavermaydi. Bu o'zgaruvchan holat. Va uchinchi xato bu maqsadsiz qabul qilish. Shunchaki profilaktika uchun qabul qilish. Yo'q, bu ham xato. Profilaktika uchun shunchaki qabul qilishni umuman tavsiya etmayman. Va o'zingizni salomatligingizni, mablag'ingizni, o'zingizni hayotingizni albatta balansda ushlang. O'z hayotingizni balansli o'tishini xohlasangiz, albatta bizning kanalimizni qo'llab-quvvatlang, kommentariy yozing, like bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu bilan siz bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz va ko'plab insonlarga ushbu yaxshi ma'lumotlarni to'g'ri tarzda yetkazilishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Doim sizga salomatlik tilaymiz va siz bilan Hayot balansi jamoasi birga bo'ldi.